Avvalo aytishim kerakki, Qirg'iziston va O'zbekiston bugun 3 markaziy himoyachi bilan o'ynadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar biz Osiyoda o'ynasak, biz ham jahon chempionatiga chiqamiz. Osiyo futbolini yuqori baholab yubormanglar. Men O'zbekistonning Koreya yoki Yaponiya bilan bir guruhda o'ynaganini ko'rmaganman. Qirg'iziston va Qatar o'yinini ko'rdim. Qatar piyoda yurdi. Umuman o'ynagisi kelmadi, dedi Ali Aliyev, Qozog'iston terma jamoasi vaqtinchalik bosh murabbiyi. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Qo'shnilar futbolni bizdan o'rganmoqchi. Sport olamida O'zbekiston va Qozog'iston sportchilarining o'zaro raqobati doimo muxlis mutaxassislar sport jamoatchiligi vakillarini o'ziga jalb etib kelgan. Keyingi paytda Markaziy Osiyo davlatlarida sportda sezilarli o'sishlar ko'zga tashlanmoqda. Ayrim sport turlari bo'yicha O'zbekiston mintaqada yetakchiga aylandi. Xususan, o'zbek bokschilari nafaqat o'z hududida, balki butun jahon miqyosida eng yuqori cho'qqiga ko'tarilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida o'zbek futbol peshqadamga aylandi. Qozog'iston futbol vakillari hamyurtlarimizning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini inobatga olib, millionlar o'yinini rivojlantirishda O'zbekiston tutgan yo'lni tanlash kerakligini ta'kidlashmoqda. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishiga bir qadam qoldi. Eronda mezbonlar bilan 2-2 hisobida durang o'ynagan qo'shnilarimiz ochkolar sonini 17 taga yetkazdi. Ta'qibchilardan Qatar yetolmaydigan darajaga ko'tarildi va Birlashgan Arab Amirliklarini 4 ballga ortda qoldirmoqda. Jahon chempionati yo'llanmasini rasmiylashtirish uchun O'zbekiston terma jamoasiga bitta g'alaba yoki iyunda bo'ladigan to'qnashuvda Birlashgan Arab Amirligiga yutqazmaslik kifoya qiladi. Qozog'iston terma jamoasi o'zbeklar bilan o'zaro 7 marotaba bellashuv, bir bor zafar quchgan. O'sha ham 30 yil avval ro'y bergan. 3 tadan uchrashuvda durang va raqiblar g'alabasi qayd etilgan. To'plar nisbati 4-10 o'zbeklar foydasiga. O'zbekiston U16 terma jamoasi 2010-yili Osiyo chempionati finalida o'ynadi va 2 yildan keyin bu turnirda g'olib chiqdi. 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar O'zbekiston nomidan 4 bor jahon chempionatida qatnashdi. Qozog'iston yoshlar terma jamoasi bir marotaba mundialda ishtirok etgan 1999-yili. O'zbekistonda futbolni rivojlantirish borasida qilingan ishlar amalda samara bermoqda, deb yozdi Sport Arena KZ sayti. Qozog'iston terma jamoasi bosh murabbiyi vazifasini bajarayotgan Ali Aliyev o'z shogirdlarining Lixtensteynga qarshi o'yiniga munosabat bildirib, qo'shni davlatlar futboliga ham baho berdi. G'alaba qozondik, lekin nega o'yin ikki xil taassurot qoldirdi? Qo'shnilarimiz Qirg'iziston va O'zbekiston jiddiy natijalar ko'rsatayotgan pallada terma jamoamiz birinchi bo'limda biror marta darvozaga zarba bera olmadi. Qirg'iziston Qatarni mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston esa jahon chempionatiga chiqishga juda yaqin turibdi, dedi Qozog'iston terma jamoasini boshqarayotgan Ali Aliyev. Qozog'iston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi Maksim Jalmagambetov ham o'zbekistonlik futbolchilar haqida iliq fikr bildirdi. O'zbek futbolchilarining muvaffaqiyatlarini ijobiy baholayman. Ularning Eronga qarshi uchrashuvini to'liq tomosha qildim. Mana bu Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rnak oladigan ko'rsatkich. Chunki bu holat qo'shnilar oxirgi 20 yil ichida futbolni rivojlantirish uchun nimalar qilganini ro'yobga chiqarmoqda. Shu bois ularning jahon chempionatiga chiqishi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Men ulardagi futbol akademiyalari, terma jamoa instituti qanday ishlayotganini bilaman. Bu muvaffaqiyatlarga mehnat orqali erishilyapti. Bir martalik tasodif emas. Bungacha hech kim tasodifan bu darajaga chiqmagan. Hammasi birdan bo'lmaydi, aksincha vaqt kerak, dedi Maksim Jalmagambetov. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston jahon chempionati mintaqaviy saralash turniri 3-bosqichining so'nggi 2 o'yini iyun oyida safarda Birlashgan Arab Amirliklari va Toshkentda Qatar futbolchilariga qarshi o'tkazildi.